Yangi joyimiz ham deyarli bitti jigarlar, deyarli bitti. Birinchi etaj hali ozgina ishlar bor. Ikkinchi etajimiz polni bitgani uchun ikkinchi etajni polni qushlar bilan to'ldirdik. Hozir birma-bir qushlarni ko'rsatib chiqaman jigarlar. Qaranglar, bu yog'imizda. Xo'p jigarlar, qaranglar. Bular biz saqlamiz ekan, ochmay qo'yamiz, ochmasa ko'rsatib. Xo'p, anjirella qushlarimiz har doimgidek. Bu yog'imizda ham yana bir anjirella qushlarimiz, qaranglar. Model qaranglar, mix, вообще jotkisa. Bu yog'imizda perfurilar. Вообще zo'r va ular rushnoy masi ham rushnoyda ular. Rushnoy masi ham motordan qo'rqmaydi. Juda ham o'yin qarab qush bo'ladi. Bu yog'imizda Aleksandr Riona qarindoshlardan jigarlar. Вообще yirik para, chotki para. Ularni olib keldik. Bu yog'imizda Razella jigarlar. Bu yog'imizda yana bir par Razella jigarlar. Bu yog'imizda Senegalskiymi deb qo'ygan. Nomi aniq esimda yo'q, Senegalskiymi shunaqa. Birgalikda kommentariyga yozib olinglar. Bu ham tayyor para, уже genizoda ko'rib turibsizlar, harakat qilyapti. Bundan ham bir para. Xo'p jigarlar, endi bu yog'imizni ham yana bitta ko'rsatib qo'y jigarlar. Bu yog'ni bitta ko'rsatay. Eng maza qiladigan joyi. Xo'p. Ochmay qo'ramiz, bez taqlamiz. Avadinkalarimizni qaranglar. Avadinkalarni qaranglar jigarlar. Eng qizig'i bori, bularimiz juda ko'p tuxum qo'yibdi. 4 ta ko'rdim, 2 ta, 3 ta, 2 ta, 3 ta, bittadan juda ko'p yerlarda tuxumlar bor. Zo'r, hammasi harakatni boshlab xudolasa. Qanaqa qushlarni olib kelaylik jigarlar, tez kommentariyga yozinglar. Qanaqa qushlar sizlarga qiziq jigarlar, kommentariyga yozib qoldinglar. Borib like bosib, podpishka qilib turinglar, xudo xolasa tez kunda jakulamiz keladi. Ana kakadular olib kelamiz jigarlar. Bu valyer to'ldiramiz u, yana boshqa valyer quramiz jigarlar. Vachi tom ketdi jigarlar, tom ketdi bo'ldi. Qushlarni endi O'zbekiston tugul, O'zbekistonda yo'qlarni olib kelib boqamiz, xudo xolasa. Zo'r-zo'r qushlarni hammasini olib kelib ko'rsataman. Qaysi qushlardan bir yilda nechta bo'lib olamiz, qanchaga sotamiz, hammasini sizlarga ko'rsatib boraman. Nola masalan uchun bu sohaga kirganlar o'zi biladi, qush sohasiga endi kirmaganlar, bunga riskingiz kelmay turganlar bemalol kuzatishlari mumkin. Qaysi paradan bir yilda qancha bola olib, qancha daromad qilishini sizlarga hammasini ko'rsatib beraman. Faqat men uchun like bosib kuzatishda davom etamiz jigarlar. Bosamiz jigarlar.